Enerji markazidan kelayotgan suvimiz ochiq sistema deydi. Ya'ni ham issiqlik ketardi, ham issiq suv sarfi bo'lardi. Uylarda yuvinishga, oshxonaga ketadigan suvlar rasxod bo'lardi-yu, bizga qaytmasdi. Hozirgi sxemamizni tepa individualni deydi, alohida issiqlik punktining vazifasi nima? Ana bu yerga issiq suvga keladi. Vodoprovod suvi, o'sha bizning sovuq suv, ichimlik suvimiz kelyapti. O'ziga отдельно alohida teplobin qo'yilgan. Bizga kelayotgan suvimiz kiradi-yu, o'zini issiqligini berib chiqib ketadi. Bizda suvda rasxod bo'lmaydi, suvda bateri bo'lmaydi. Vodokanaldan kelayotgan suv qizadi-yu, aholining xonadoniga ketadi. Ha, xonadonga ketadi. Sistema отопления ham xuddi shunday. Bizdan kelayotgan suvimiz kiryapti. Alohida bunga ham har bir domga shunday qo'yilgan. Alohida teplobinlik bor, issiqlik almashuv uskunasi bor. Bizning suvimiz oladi-yu, yana o'zini issiqligini beradi, yana energiya markaziga qaytib ketadi. Bu yerda ham faqat issiqlik uzatish bo'ladi-yu, lekin suv rasxodi bo'lmaydi, suvning sarfi bo'lmaydi. Sistemada vodokanaldan kelayotgan suv sistema to'ldiriladi bir marta, podpitka qilinadi. Podpitkaga qilingan suvni sistemada ana o'zini отдельно nasos ham issiq suvga ham alohida sistema отопления nasos qo'yilgan. Ichki konturda aylantirib turadi. Aylantirish turishiga temperatura, ko'chadagi temperaturani, havoning darajasiga qarab bu miyasi shunga moslashgan, shu ko'chada temperatura bo'lsa, nasoslar sekin aylanadi. Temperatura sovuqroq bo'lgan vaqtda tezroq aylanib, shu kачественный количественный suv issiqligini berib boradi. Bu haqiqatda ham umniy счетчик deydi buni. Lekin bir ta narsasi bor. Bunda agarda ichki sistemada suvning rasxodi kamaydimi, bu podpitkasiga ma'lum bir vaqt qo'yilgan, ma'lum bir kubik qo'yilgan. Shundan oshdimi, bu avtomatik nasosni o'chiradi. Shuning uchun hozir sistemani qo'shganda uylarda bo'lyapti shunaqa holatda. Shu paytgacha ochiq sistemada suvni rasxodi bo'lardi, olardi, vozdux olaman deb to'kardi ya kimdir ehtiyoji uchun ishlatilardi, lekin bu sistemada bu narsaga yo'l qo'yilmaydi. Agarda sistemadan ortishi bo'ldimi, nasos o'chadi, o'zida sistema отопления ishlamay qoladi. Aholidan shu so'rab qolardik, baribir hammamiz ham uyda ishlatamiz, suvni faqat ishlatishimiz kerak. Issiq suvdan, lekin sistema отоплениyadan oldikmi, buni to'ldirish uchun yana nasos ishlaydi, yana podpitka bo'ldi, ortish bo'ldimi, nasos o'chadi, sistema отопления ishlamay qoladi. Kecha regirovka qilib ketdik, to'xtab qolgan. Aholi e'tiroziga sabab bo'lyapti. Issiqlik uyda yo'q. Oldingi sistemamiz yaxshi deydi, lekin buni qo'yishdan sabab o'sha ortiqcha sarf xarajatni, elektr energiyani, suvni, gazni iqtisod qilish maqsadida qilingan bu yangilik. Aholimiz o'rganib ketgandan keyin buni me'yorda ishlaganini, o'ziga qanchalik qulayligini aholimiz kelajakda ko'radi, tushunadi xudo xolasa. Sistema ishlamasa, buni nalatga qilib bo'lmaydi. Sezon boshlandi, endi sezon boshlali orqaga qolganimiz ham sabab bu yangi texnologiya, buni sistemani ishlab turgan holatda sinashimiz kerak. Shuning uchun hozir aholi aytayapti, men uchun issiqlik sezon boshlandi, lekin nimaga kech qoldik degani ham sababi shu. Chunki buni sezondan oldin ishlatib bo'lmaydi. Jarayonda ko'rib chiqiladi.